Bismillahirrahmanirrahim. She'riyat va muhabbat. Shoira Ruxsora Allohyorova ijod olami haqida. O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi shoira Ruxsora Allohyorova 70 yoshni qarshilamoqda. Samimiy baxshiyona she'rlari bilan nom qozongan shoiramiz Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on shahrida tavallud topgan. O'rta maktabdan so'ng Toshkent Politexnika institutining muhandis quruvchi fakultetida ta'lim olgan. Ammo ixtisos boshqa ekan, ruhiy hayot ishtiyoqi boshqa ekan. Shoiramiz qat'iyat bilan umri davomida ijod yo'lini tanladi. Ham ixtisos, kasb-u kor vazifalari, ham ijod, ham oila xizmatlari va farzand tarbiyasi uning doimiy faoliyatiga aylandi. Shoiramizning nashr etilgan kitoblari, Baxtim g'unchalari, bu ilk she'riy to'plam, Ishq fasli, Jannatdir suyunchi, Muhabbat ber, Sizga maktub, Ko'kka ko'z bilan yozsam kabi kitoblari nashr etilgan. Xabarga ko'ra, Ash'or yurak xaritam nomli kitobiga Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahmatullohi alayhi hazratlari kirish so'zi yozib, ijodkor haqiga duo qilganlar. Aziz zotlarning duosini olish har kimga ham nasib bo'lavermaydi. Mana bu duo shoiramizning hayotida alohida ahamiyatga ega bo'lgan deb umid qilamiz. Shoiramiz ma'rifiy she'riyat shaydosi. Bu Ruxsora bonu ko'pincha xabaringiz bor Hilol nashr suhbatgohida Masnaviy xonlik an'anaviy suhbatlarimiz bo'lib o'tadi. Mana shu Masnaviy xonlik suhbatlariga Samarqanddan yetib keladi. Ko'pincha Samarqanddan yetib keladi. Bu hol ba'zi do'stlarimizga, ya'ni shunday bir ne'matdan bahra bo'lishdan o'zini chetroqqa olayotgan ba'zi do'stlarimizga bir tanbih va ibrat deb o'ylaymiz. Ruxsora bonu aytadilar: "Men bu yoshga kulib yetmadim. Quvonchlarga to'lib yetmadim. Istirobda kechdi bu umr. Kim aytar men o'lib yetmadim? Rabbim menga yozg'ichni berdi. Xazinaga ochqichni berdi. Voris etdi Hazrat Rasulga, hayrat to'la sevinchni berdi." Yaratgan egamiz Alloh taolo Ruxsora Allohyorovaning qalb muhabbatini go'zal ne'matlar bilan mukofotlab, unga barakatli ijod va barakatli umr ato etsin. E'tiboringiz uchun tashakkur.